Erkakka bo'lgan nafrat psixologik amaliyotlar qilsa ham to'liq tozalanmaydi. Hali ham bo'lsa nafratda yashaydi ayol. Chunki nafrat faqat bu fikrlar emas, u mana shu qalbda, yurakda yig'ilgan og'riqlar, adolatsizlik hissi, aytilmagan gaplar, kechirilmagan holatlardan qolgan katta iz bo'ladi. Psixik amaliyotlar, affirmatsiya, tasavvur, meditatsiyalar to'g'ri ong bilan ishlanadi, lekin nafrat ko'p holatda ong osti va yurak jarohatida bo'ladi. Shuning uchun amaliyot qilyapman, lekin ichimda hali ham bor degan his qoladi. Nafratni pasaytirish uchun qadamlar qoldiraman. Birinchisi, nafratni yo'q qilishga emas, mana shu nafratni tan olishga ruxsat bering. Ha, menda nafrat bor degan so'z bilan siz o'zingizga rostini aytib, birinchi davoni qilasiz. Chunki bostirilgan his ketmaydi, u yana ham kuchayadi. Ikkinchidan, og'riq bilan ishlash. Nafrat ortida nima bor? O'zingizdan so'rang. Men nimadan xafa bo'ldim? Qaysi joyim og'ridi? Nima kutgandim, lekin ola olmadim? Nafrat ko'pincha bu himoya, uni ortida yig'lamoqchi bo'lgan qalb turadi. Uchinchidan esa chegara qo'yish. Bu juda ham muhim. Agar erkak hali ham sizga og'riq berayotgan bo'lsa, ruhiy masofa, aniq qoidalaringiz, qaysi vaziyatlarda bu mumkin emas degan ichki qaror berishingiz kerak bo'ladi. Bu nafratni sekin pasaytiradi. To'rtinchisi esa tanaviy tozalanish, chiqarish. Nafrat tanadan chiqmasa qolib ketadi. Yozish, xat, kundalik, yig'lash, jismoniy harakat, nafas amaliyotlari yordam beradi. Beshinchisi esa ruhiy bosqich. O'zingizdan so'rang. Bu holat meni nimada kuchli qildi? Men o'zim haqimda nimalarni o'rgandim? Bu qadamlarni albatta o'zingizda sinab ko'ring.